3D Eurosetka Eurozaborlarni ustun profillarga mahkamlash uchun kreplenalardan foydalaniladi. Aynan mana shu kreplenalarni ko'cha tomonidan emas, balki ichkari tomondan o'rnatgan yaxshiroq bo'ladi. Sababi endi hozir ahyonda uchrab turibdi, o'g'riliklar bo'lib turibdi, 3D Eurosetkalarni yechib ketish vaziyatlari bo'lib turibdi. Aynan mana shu o'g'rilarni ishini qiyinlashtirish uchun orqa tomonidan o'rnatgan ma'qulroq bo'ladi. Ko'cha tomonga qaraganda. Hop, bu joy mana dala joy. Bu yerga nimalar o'rnatilganini bir ko'rib chiqamiz. Ustun profillar 3 metr. Hozir ko'rib turganingiz 3 metr va yarim metr 50 sm bordiyorda ichida, ya'ni ko'm o'rilgan. Mustahkam holatda o'rnatish uchun aynan mana shu holat bo'lgan. Va ustun profillarga 40 profildan shoxlar o'sib chiqqan, svorka qilingan holatda. Buni sababi keyinchalik igoza simlarni bu joyga, ya'ni o'rnatib chiqishlik uchun yoki tikon simlar yoki igoza simlar bu joyga o'rnatiladi. Ustun profillar 50 ga 50 profil va 3D Eurosetkani format o'lchami bo'lsa, balandligi 3 metrlik hamda uzunligi 2 metrlik holatda, simini qalinligi 308 to'r mm diametrda. Hop, 3D Eurosetkalar aksessuarlari, o'zi ustun profillar va hokazo mahsulotlarni sotib olish uchun quyidagi raqamlarga, ya'ni Hot Setkaga murojaat qilishingiz mumkin. Hammasini yetkazib beramiz, komplekt qilib. Agarda sizga o'rnatish xizmatlari bilan birgalikda kerak bo'ladigan bo'lsa, Hot Setkaga murojaat qilinglar, xizmatlarni tugal qilib berishga harakat qilamiz.